Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu ikki qutupluq ro'y binormallik degan kasal to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlamoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Men bu ikki qutupluq ro'y binormallikni so'zlashdan burun oldi bilan burunqi leksiyarimda so'zlab o'tgan insonlarningki ro'y kayfiyatidagi normal va binormallik to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchi. Men bu insonlarningki ro'y kayfiyatidagi normallik va binormallikni yaxshi tushuntirish uchun bu insonlarningki ro'y kayfiyatidagi o'zgarishlarni bu rasmda ko'rayotganinglardek ifodalab chiqdim. Yana mundaqcha aytgan vaqtida bu rasmdagi eng o'ttirdagi yeshil ranglik mushu insonlarningki kayfiyatidagi eng mo'tadil, eng normal bir ahvol bo'lsa, uning yuqorilab mangan, ya'ni qizil tarafga mangan tarafi insonlarningki kayfiyatidagi hayajonlanish, yükselish. Anandan keyin töven tarafga, ya'ni qora rang tarafga menishi insonlarning kayfiyatidagi tövenlash yoki qayg'urish. Bunda aytgan vaqtida bu rasmda ko'rayotganinglardagidek bu shu 0 raqam bilan ifodalangan yeshil ranglik rayon insonlarningki kayfiyatidagi eng turaqliq, eng normal holat. Uningdan yuqorilab mangan vaqtida, ya'ni bir qo'shish bo'lgan vaqtida biz xo'shallangan, hayajonlangan, jo'shqinlik ruhni biz shu normal kayfiyatning yuqorisi deb bilsak, uningdan yuqorilgan vaqtida insonlarda yengil darajadagi talvilik, ya'ni alayda xo'sh bo'lib ketadigan, alayda harakat qilib ketadigan ashtaq ahvolga kirdi. Uningdan keyingi rasmiy talvilik anandagi eng yuqorgi vaqtida mushu ro'y kayfiyatning ishib ketish, ya'ni jo'shqinlik, yuqorilab ketish bilan ifodalangan ro'y kasallik. Anandan keyin bu 0 yoki mushu yeshil ranglik ro'y kayfiyatidagi eng mo'tadil holatdan tövellab mangan vaqtida ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urish, uningdan tövellab mangan vaqtida tushkunlashish, ig'ir darajada tushkunlashish, eng oxirisida ro'y kayfiyat tövellash xarakterini xarakteri bilan ifodalangan ro'y kasallik. Ya'ni buning eng oxirgi oqibati ig'ir darajadagi tushkunlashish bilan o'zini o'ldirib olish bilan oxirlashadigan bir mushu ro'y kasallik. Endi bu rasmda ko'rayotganingizdek biz bu o'ttirliqi mushu insonlarning ro'y kayfiyatidagi eng normal, eng mo'tadil ahvol bo'lgan bo'lsa, yuqorilgan vaqtidami ro'y kasallik kelib chiqadi, tövalligan vaqtidami ro'y kasallik kelib chiqadi. Endi bu yerda buni nima uchun tilga olasan deb so'rasanglar, bu bugun so'zlamoqchi bo'lgan mushu ikki qutupluq ro'y binormallik dal mushat so'zlagan ikki qutub, ya'ni normal ro'y kayfiyatining hem yuqorilab menishi bilan ifodalanadigan, hem tövellab menishi bilan ifodalanadigan bir xil kasallik bo'lganligi uchun men uni ikki qutupluq ro'y binormallik deb atadim. Bu kasalni inglizcha bipolar disorder deb ataymiz. Men tövende bu haqda, ya'ni bu kasallikning konkret alomatlari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Undaqda bu ikki qutupluq ro'y binormallikninki kasallik alomatlari qanday bo'ladi degan vaqtida uning kasallik alomatlarini yig'inchoqlashtirib oddiy aytsak, bu kasallik asosliqi shu ro'y kayfiyatidagi turaqsizlik va yoki ro'y kayfiyatidagi qarasiz qutub almishish, ya'ni ba'zida hayajonlansa, yana ba'zida tushkunlashadigan, qayg'uradigan mushu undaq bir kasal alomatlari bu kasallikninki tipik alomati hisoblanadi. Ya'ni bundaq aytgan vaqtida birdam kulish, birdam yig'lash. Albatta, u xil alomat
qisqa vaqt ichida yoki minut sekundning ichida ikkili xil kasal alomat ifodalanib chiqishi notayin. Lekin normalda masalanga birdam qarasa bir necha kun shundoq hayajonlanib ketgan, andan keyin birdam qarasa bir necha kun yig'lab qayg'urib lekin shundoq o'zini o'zini bilolmay qoladigan ashdaq ahvollar bu kasallikninki tipik alomati hisoblanadi. Endi men yuqorida o'tgandagidek bu kasalning tipik alomati birisi ro'y jihatdagi hayajonlanish, yana birisi ro'y jihatdagi tushkunlashish. Unda deganda bu ro'y jihatdagi hayajonliqniki kasallik alomatlari qanday bo'ldi degan vaqtida birinchisi binormal hayajonlanish, ya'ni faoliyatchanligi, energiyasi, qizg'inligi ushtumtut yuqorilab ketish. Hareket ko'payish, anandikin uyquga bo'lgan ehtiyoji tövellab ketish. Ya'ni bir necha kun uxlamasimi shunda o'zini tetik, ruhliq hisoblaydigan ashdaq ahvol kelib chiqadi. Albatta, bu xil ahvol hamda o'xshash darajada ifodalanishi notayin, lekin bu mush ikki qutblik ro'y binormallikniki ro'yi hayajonliq mezgiliga kirgan vaqtida shu insonlar haddidan ziyoda tetik, ruhliq, uxlamasimi arg'iliq hisoblamaydigan, his qilmaydigan ashta bo'lib ketadi. Ikkinchisi mubolag'a qilingan baxt tuyg'usi, o'zini nihoyat xushal-xuram, baxtlik, o'ziga bo'lgan ishonchning shunda yuqori ekanligini ifodalab ashna turadigan bir xil ahvol shakllanadi. Uchinchisi odatdan tashqari ko'p yoki tizga qiladi. Masalan, bu kasalning nimasida hamda shu tushkunlik holatida gapni oz qiladigan bo'lib qolgan bo'lsa, shu ro'yi hayajonliq mezgilida gapni tiz yoki ko'p qiladigan bo'ladi. To'rtinchisi musobaqa va chempionlik xiyollari paydo bo'ldi. Ushtumtutlarga o'zini nihoyat qobiliyatlik, shunday kuchli hisoblab, xuddi olimpik musobaqalar qatnashsa, shu yerda medallar ilib ketalaydigandek ashundaq bir xil xiyoliy tuyg'ular paydo bo'ldi. Beshinchisi o'y fikrda va tafakkurda chichilang'u bo'ladi. Yani bundaq insonlarning kayfiyat tuyg'usi muqim bo'lmaganligi uchun ularning fikrda va tafakkurda chichilang'ulik bo'ldi. Andan keyin oson xato qaror chiqirdi. Oltinchisi zarur bo'lmagan narsalarni setib oladi. Masalan, bozor berib lakinsa, hayajonlanib ketib lakinsa, bu narsani ishlatmayman, ishlatmayman deb o'ylab ketmay lakinsa setib oladigan ahvollar bo'ldi. Yettinchisi xatarga tavakkul qiladigan, ahmoqlarcha mablag' soladigan ashtaq ahvollar bo'ldi. Hamda bu energiyasi ushtumtut yuqorilab ketgandan keyin bundaq odamni o'ziniki qobiliyatini haddidan ziyoda cho'ngchaqlaydigan ahvol bo'lg'achqa bu odamlarda shu xatarga tavakkul qiladigan yoki oyga chiqmaydigan ashtaq savdolarga kirib ba'zi xato mablag' soladigan ahvollar ko'rildi. Undaqda bu ro'y ikki qutblik ro'y binormallik ki bunda kişiler ro'y tushkunlik mezgiliga qadam qo'ygan vaqtida qanday kasallik alomatlar bo'ldi degan vaqtida bu shu tushkunlik kasalligiga giribtor bo'lgandagi kasallik alomatlari bilan asosan o'xshash bo'lib, birinchisi ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urish, beoram bo'lish, oson yig'lash desak, ikkinchisi umidsizlik, kelgusiga bo'lgan ishonchisini yo'qotish, ya'ni uchinchisi ilgari huzurlanadigan, qiziqadigan faoliyatlarga bo'lgan qizg'inligi tövellab ketish, yo'qolib ketish degandek. To'rtinchisi davomli horg'inlik, mag'dursizlik his qilish. Ana yuqorida deb o'tgandagidek, ro'y jihatda yuksak holatda bo'lgan vaqtida, kayfiyati yuqorilab ketgan vaqtida uxlamasimi horg'inlik his qilmagan bo'lsa, bu kasallikki bu ro'y tushkunlik mezgiliga qadam qo'ygan vaqtida davomli horg'inlik his qilish, mag'dursizlik his qilish degandek kasallik alomatlari bo'ldi. Andan keyin beshinchisi oson ochiqlanish, mijoz tarsa bo'lish degandek alomatlar bo'ldi. Oltinchisi o'zini inkor qilish, o'zini yormas va gunohkor hisoblashdek alomatlar bo'ldi. Hamda
Men dastlab so'zlab o'tgandekidek bu kasal shu ro'yjati hayajonlangan mezgil kirgan vaqtida o'zini qaltis chaqlaydigan, o'zining qobiliyatini haddidan ziyod yuqori chaqlab, menda cho'ng musobaqalar qatnashib, menda mukofotlar oldigan ashuna tuyg'ular bo'lgan bo'lsa, bu kasal bu tushkunlik bosqichiga kirgandan keyin o'z-o'zini inkor qilish, o'zini yaratmaslik yoki gunohkor hisoblaydigan tuyg'ular paydo bo'ladi. Andan keyin 7-si boshqalar bilan aralashmaslik, jamoatdan o'zini qochirish degan alomatlar degandek alomatlar bu 8-si uxlash, uyqu qalaymiqonlashish yoki uxlash tez bo'lish degandek alomatlar bo'ldi 8-si. Ben yuqorida deb o'tgandagidek hayajon mezgilda bu odam necha kun uxlamasimi, ashtag'iliqqa arg'inlik his qilmaydigan ashna alomatlar bo'lsa, bu tushkunlik mezgilda uxlayolmaydigan yoki uxlash tez bo'ladigan alomatlar bo'ldi. Andan keyin 9-si tafakkur qilish, qalaymaqon bo'lish va ostlab ketish. 10-si esda tutish, tövellash, anankin zihnini yig'olmaslik yoki qaror chiqish tez bo'lish degandek alomatlar bo'ldi. 11-si ishtahasi qalaymaqon bo'ladi, ig'irligi o'zgarib ketadi. Ba'zilar semirib ketsa, ba'zilar o'rlab ketadi degan gapda bu odamda. 12-si o'zini o'ltirib olish istikida bo'ldi. Ya'ni bundaq odamlarniki yashashniki alayda ahamiyati yo'qdagidek, undan ko'ra o'lib ketishniki texmi ahamiyati bordagidek tuyg'usi shakllanganligi uchun bundaq kishilarda o'zini o'ltirib olish istiki bo'ladi. Endi bu ikki qutupluq ro'y binormallikninki paydo bo'lishining sabablari nima degan vaqtida buningki hozir aniq sabablari tiqichi ma'lum emas. Ammo tövendagi sabablar tufaylidan bu kasalga giribtor bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaralyapti. Birinchisi biologiyalik, mush insonlardagi biologiyalik farq. Yani iki kutupluq binormallik giribtor bo'lgan kishilarniki mingisida ba'zi jismoniy qurilish jihatda o'zgarish bo'lganligi ma'lum. Albatta bu o'zgarishninki qanday oqibat keltirib chiqarganligi to'liq aniq bo'lmasimi, lekin ba'zi mutaxassislar bu kishilarda balki shu ikki qutupluq binormallik kasali oson paydo bo'lishi mumkin deb qaraldı. Andan keyin irsiy omillar, ya'ni irsiyat omili, ya'ni bu ikki qutupluq binormallik kasaliga giribtor bo'lgan odamlar yoki bunday chiqqan vaqtida shu oilasida shunday kasallik ahvoli bo'lgan odamlar bu kasalga giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Ya'ni bu odamniki ota-onasida, aka-uka, ota-singillarida agar shunday kasal giribtor bo'lganlar bo'lgan bo'lsa, bu odamning bu xil kasal giribtor bo'lish ehtimoligi yuqori bo'ldi. Bu irsiy omil hamda. Albatta bu nayti uzaki bir sabablar, inchiki konkret sabablar hozircha to'liq ma'lum emas. Albatta bu jihatda tadqiqotchilar, olimlar izchil izlanib kelmoqda. Undaqda bu ikki qutupluq ro'y binormallik paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatadigan xatarlik omillar, ya'ni qandaq omillar bu insonlarning bu kasal giribtor bo'lish ehtimolini yuqori ko'tardi degan vaqtida yuqoridami deb o'tdik, shu ota-onasi, aka-uka qatorliq bevosita tuqqanlar ichida bu kasalga giribtor bo'lganlar bo'lsa, undaq odamlarniki bu kasal giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Ikkinchisi yaqin tuqqanlarninki o'limi yoki boshqa ro'y zaxmlanishi hodisasiga yuz bergan bo'lsa, masalan yaqin bir mezgilda shu o'zi shu oilasida yaxshi ko'radigan yaqin urug' tuqqanlar o'lib ketgan bu o'limninki bu odamninki ro'y jihatdagi keltirgan zarbisi tufaylidan bu kasalga giribtor bo'lish ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin. Uchinchisi hamda ba'zi mutaxassislarning qarashicha zarlik chekimlik yoki aroqni, zarlik chekimlikni ko'p chekkan
chekkan yoki aroqni ko'p ichgan odamlardami bu xil kasallikka giribdor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi deb qaralmoqda. Bu ba'zi mutaxassislarniki ko'z qarashi. Men buni hamda shu ba'zi sabab yoki u kasallik kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatgan ba'zi omillarni shunchalik yig'inchoqladim. Albatta, men yuqori deb o'tgandek, uningki konkret sabablari o'xshamagan odamlarda o'xshamasligi mumkin. Haqiqatmi hamda ba'zi sabablarni hozircha biz aniq ma sababdan bo'lgan deb aniq bir narsa deyolmaymiz. Undaqda bu ikki qutupluq ro'y binormallikningki oldini olg'ili bo'lamdi. Qandaq qilgan vaqtida oldini oldi degan vaqtida hamda bu ikki qutupluq ro'y binormallikning oldini olishninki unumli usul yo'q. Hozir qadar bu unumli usul. Ammo ro'y sog'lomlikda masala ko'rilgan eng dastlabki mezgilda agarda bu odam shu ahvolni tunib yetsa, ya'ni o'zidagi ro'y jihatga, psixik jihatga o'zgarishlarni qancha baldur bayqab, uningga qarta shuncha baldur tadbirlarni qo'llanib, uni vaqtida davolasa, bu ikki qutupluq ro'y binormallik yoki boshqa ro'y kasalliklarniki ig'irlab ketishniki yoki taraqqiy qilishining oldini olg'ili bo'ldi. Shunga bu yerda endi birinchisi shu kasalga bo'lgan tonishni yuqori ko'tarish. Ya'ni biz tonigan vaqtida o'zimizda shunday o'zgarishlarning bo'lganligini qancha baldur bayqagan vaqtimizda uningga qarshi bir unumli tadbirlar ilinsa bu kasaldan belgilik darajada saqlanғili bo'lishi mumkin. Endi bu meningki bu leksiyani so'zlashimningki asosliq sababimi, maqsadmi shu insonlarningki bu kasalga bo'lgan tonishini, ya'ni o'zdagi ro'y o'zgarishlarni tonishni yuqori ko'tarish. Ya'ni biz tonigan vaqtida uningga biz tadbir qo'llana olamiz. Biz uni tonimisak, o'zimizdagi o'zgarishlarni farq etamasak, biz uningga vaqtida tadbir qo'llana olmaymiz. Undaqda ikki qutupluq bu ro'y binormallikni davolash degan vaqtida bu kasalni davolashmi boshqa psixikalik ro'y kasalliklarini davolash bilan o'xshash bo'lib, eng muhimi bizningki shu psixik doktor, ya'ni mutaxassislarga ko'rinishimiz, ularningki baholashiga yoki diagnoz qo'yishiga erishishimiz, anandan keyin shu baho yoki diagnozga asosan shularning ko'rsatmasi bo'yicha davolash ilib berish bu kasalni davolashda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Biz normalda jismoniy kasalliklarga giribdor bo'lgan vaqtimizda o'zligimizning doktorga berib ko'rinib uni davolash terishimiz, lekin bu ro'y jihatdagi o'zgarish, psixik jihatdagi binormallikqa bo'lgan vaqtimizda o'zimizningki doktorga berib kasal ko'rinish qobiliyatimiz bo'lmaganligi uchun yoki bo'lmasa uni tonimaganligi uchun yoki uni bo'lmasa qabul qilmaganligimiz uchun biz uni o'zligimizdan berib ko'rinishimiz mumkin emas. Atrofdagilar, yuqin tuqqanlar uningga yordam qilish kerak. Anundan boshqa bu kasal taraqqiy qilmas vaqtida o'zimizningki ro'y kayfiyatidagi o'zgarishni qancha baldur bayqasak, bu yuqorida men deb o'tgandek uningki oldini olish yoki davolash unumlari hammasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Şuna bu özümüzde şundaq məsələ barlığını bayqagan vaqtimizda biz çoxum psixiki doktorlarga şu yoki şu ro'y kasalliklarga yordam beradigan xizmatchilarga tibbiy mutaxassislar bilan ko'rish orqali ularniki yordamiga erishishimiz nihoyatda muhim hamda. Ikki qutupluq bu ro'y binormallik bir ömür davolab turish zarur bo'lgan kasallik bo'lib, davolashda asosli kasallik alomatlarini kontrol qilish maqsad qilindi. Ya'ni davolash mezgilida ahvol nihoyat yaxshi bo'lishi mumkin, kontrol bo'lishi mumkin. Agar davolashni bir mezgil to'xtatib qo'ygan vaqtida, uzib qo'ygan vaqtida, ya'ni keyniga yenib olishi mumkin. Shunga bu kasallikni davolash odatda uzluksiz ilib berishga to'g'ri keladigan, uzluksiz diqqat qilishga to'g'ri keladigan bir kasallik bo'lib, buni bizning hammamizningki tonib yetishimiz bu kasaldan saqlanish yoki bu kasalni kontrol qilishda alohida ahamiyatga ega. Bugungi bu ikki qutupluq ro'y binormallik to'g'risidagi leksiyani shu yerda to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.